Assalomu alaykum. Man fakultet pediatriya kafedrasi dotsenti Ahrorova Feruza Mahmudjonovaman. Bugungi ma'ruzamiz mavzusi bolalarda temir tanqislik anemiyasi. Temir tanqislik anemiyasi bu organizmda temir zaxiralarining tugab qolishi natijasida kelib chiqadigan patologik holatdir. Temir gemoglobin shaklida eritrotsitlar, ya'ni qizil qon tanachalari tarkibiga kiradi va a'zolar hamda to'qimalarni kislorod bilan normal ta'minlash uchun zarur hisoblanadi. Bola eng yuqori xavf ostidagi davri bu onalik bachadonida rivojlanish va faol o'sish bosqichidir. Temir tanqisligi anemiyasining turli shakllari maktabgacha bo'lgan yoshdagi bolalarning yarmida aniqlanadi. Vaqtida aniqlash va temir yetishmasligini bartaraf etish bola sog'lig'ini saqlab qolish va uning rivojlanishida yuzaga keladigan qaytarib bo'lmas o'zgarishlarni oldini olishga yordam beradi. Temirning organizmdagi asosiy ahamiyatlaridan biri bu temirni har bir hujayra faoliyatida qatnashishidir. Bundan tashqari temir oqsillar va fermentlar tarkibida ishtirok etadi. Aerob almashinuv jarayonini ta'minlaydi. Qaytarish oksidlanish reaksiyalarida ishtirok etadi. Immunitetni yuqori darajada ushlab turishda ishtirok etadi. Tananing o'sishi, asab tolalarining miylinlashishi va miyaning normal ishlashi uchun muhim hisoblanadi. Gemoglobin tarkibida kislorod tashishda muhim ahamiyatga ega. Temir ovqat tarkibida organizmga tushgan vaqtda 10% ingichka barmoq ichak va 12 barmoqli ichakda so'riladi. Temir ikki xil ko'rinishda organizmda qabul qilinadi. Gemli temir, ya'ni ekvivalentli temirni biz hayvon mahsulotlari orqali qabul qilamiz. Nogem temir, ya'ni 3 valentli temir o'simlik mahsulotlari orqali organizmga qabul qilinadi. Gemli temir 20%gacha, nogem temir 3-8%gacha ingichka va 12 barmoqli ichak orqali so'riladi. Ichak bo'shlig'ida temir 3 ovqat tarkibidagi oqsillar va organik kislotalar tuzlaridan ajralib chiqadi. Oshqozon tarkibida xlorid kislota va askorbin kislotasi ta'sirida 3 valentli temir 2 valentli temirga aylanadi. Ichak shilliq qavati orqali 2 valentli temirni qonga o'tishi qon plazmasidagi misga boy ferment feroksidaza ishtirokida temirning qaytadan oksidlanishi bilan kuzatiladi. Ichak shilliq pardasida hujayralariga ortiqcha kelib tushgan temir apoferitin bilan birikadi. Apoferitin temirni oksidlab, feritin shaklida temirni zaxiraga aylantiradi. Qonda 3 valentli temirni plazma oqsili transferin tashiydi. To'qimalarda 2 valentli temir saqlovchi oqsillar, ya'ni gemoglobin, mioglobin va boshqalarni sintezi uchun ishlatiladi yoki feritin shaklida zaxira holda saqlanadi. Qonda temir transferin bilan bog'langan holda tashiladi. Transferin jigarda sintezlanadi, ikkita 3 valentli temir molekulasini bog'laydi. Shuningdek, xrom, mis, magniy, sink, kobalt bilan ham bog'lana oladi. Transferin temirni suyuq qon, to'qimalar va depolarga tashiydi. Quyidagi slaydda temirni so'rilishi, oshqozon ichak trakti orqali so'rilishi, tashilishi va depo holatda saqlanishi keltirilgan. Temir tanqislik anemiyasini kelib chiqish sabablari antinatal, intranatal va postnatal sabablarga bog'liq hisoblanadi. Antinatal va intranatal sabablar asosan endogen sabablar hisoblanadi. Temirning transplasentar tashilishi faqat bitta yo'nalishda, onadan homilaga konsentratsiya gradientiga qarshi amalga oshadi. Bu jarayon homiladorlikning ikkinchi yarmida toksikoz va boshqa kasalliklar bo'lgan holatda buziladi. Vaqtidan ilgari tug'ilgan bolalarda temir zaxirasi sog'lom bolalarnikiga yaqin, lekin ular vaznni tez to'plash hisobiga temir yetishmovchiligi namoyon bo'lishi mumkin. Postnatal sabablarda organizmga yetarli temirni tushishi buzilishi hisobiga yuzaga keladi. Bunga sabablardan biri sun'iy ovqatlantirish yoki ona suti yoki ko'krak sutidan ertaroq to'xtatilishi. Oziq-ovqatda go'sht, baliq, sabzavot va mevalarning kam bo'lishi sabab bo'lishi mumkin. Bulardan tashqari ovqat tarkibida fosfatlar, fitatlar
Tannin, kalsiy mahsulotlari temir so'rilishiga ham qarshi ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yana bir sabablardan ko'ra organizmda temirga talabni oshishi. Asosan chaqaloqlik davrida va o'smirlik davrida tez o'sish vaqtlarida temirga talab ortishi mumkin. Bundan tashqari, tug'ilganda ortiqcha vazn bo'lishi yoki tug'ilgandagi vazn yetishmovchilik holatlari ham temirga talabni oshirishi mumkin. Yana bir holat temir yo'qotilishining ortishi. Epiteliyning intensiv to'kilishi. Demak, teri kasalliklarida, oksidativ diatez holatlarida, oshqozon ichak trakti kasalliklari, diareya, malabsorpsiya sindrom holatlarida epiteliy intensiv to'kilish sababli temir temir mahsulotlari yo'qotilishini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari qon ketishlari, glisterin invaziya holatlari ham unga ta'sir ko'rsatadi. Temir tashilishining buzilishi, ya'ni transferin darajasining pasayishi ham sabablardan biri hisoblanadi. Bu holatlarga asosan buyrak kasalliklari, nefrotik sindrom, oqsil yetishmovchiligi holatlari, jigar funksiyasining buzilishi ta'sir ko'rsatadi. Temir tanqisligi anemiyasi klinikasini asosiy simptomlarining og'irlik darajasi, uni davomiyligi va gipoksiyaga moslashish darajasiga bog'liq hisoblanadi. Hatto gemoglobin pasaygan holatlarda ham simptomlar namoyon bo'lmasligi mumkin yoki latent holatlarda ham simptomlar yaqqol namoyon bo'lishi mumkin. Asosiy klinik belgilardan bu bosh miya va to'qimalar gipoksiyasi. Bunda psixomotor rivojlanishning sekinlashishi, asteniya, charchoq, bola yurgan holatlarida nafas olishni tezlashishi, bosh aylanishi, hushdan ketish holatlari va maktabda o'qishlarining pasayishi bo'lishi mumkin, ko'rinishida namoyon bo'lishi mumkin. Teri rang parliklari, yurak sohasidagi og'riqlar, yurak sinchiqlari, yurakning tez urishi, auskultatsiyada yurak tonlaridagi o'zgarishlar, sistolik shovqin, arterial bosimining pasayish ko'rinishida namoyon bo'lishi mumkin. Yana og'ir holatlarda yurak chegaralarining kengayishi, jigar va taloq kattalashishini ham ko'rishimiz mumkin. Sideropenik simptomlardan terining va uning hosilalarining distrofik o'zgarishi, ya'ni quruq va qattiq terini bo'lishi, sochlarning nozik, mo'rt va siniq holatda bo'lishi, tirnoqlarning yaltiroqligini yo'qolishi, tirnoqlar soat oynasi shaklida, ko'ndalang yoki tik chiziqlarning tirnoqlarda paydo bo'lishi, kaylonixiyalarning paydo bo'lishi, tilda atrofik glassit, angulit, oshqozon ichak traktida yara, gastrit kasalliklarini paydo bo'lishi, bolaning umumiy holatini buzilishi, ishtahasini pasayishi, ta'm o'zgarishi, hid o'zgarishi va bolalarda mushak zaifliklarini namoyon bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Bunda erta yoshdagi bolalarni boshini vaqtida ushlamaslik, bolani kech o'tirishi va kech yurish belgilari ham klinik belgilardan biri hisoblanadi. Va ichki organlarda mushak zaifliklarini yana bir ko'rinishlaridan biri bu peshobni ushlay olmaslik. Va bundan tashqari bolada immunitetni pasayishi va o'pka kasalliklari, yuqori nafas organlari kasalliklariga tez chalinishini ko'rishimiz mumkin. Temir tanqislik anemiyasining og'irlik darajalariga ko'ra qonda gemoglobin va eritrotsitlarning ko'rsatkichlari og'irlik darajasini yengil, o'rta og'ir va og'ir darajalarida ko'rinishida bo'lishini belgilaydi. Bundan tashqari, rang ko'rsatkichi bo'yicha gipoxrom, normoxrom va giperxrom anemiyalarni farqlashimiz mumkin. Laborator ko'rsatkichlardan umumiy qon tahlilidagi asosan gemoglobin miqdorining pasayishi, eritrotsitlar sonining pasayishi, eritrotsitlar hajmi va eritrotsitlarda gemoglobin miqdorining pasayishi va eritrotsitlar o'lchamidagi farqini o'zgarishini ko'rishimiz mumkin. Quyida qon tarkibidagi gemoglobin miqdorini yoshga bog'liq holda o'zgarishini ko'rishimiz mumkin. Va bioximik tahlillarda
zardobdagi temir miqdorini, zardobda ferritin va transferin saturatsiyasini pasayishi, umumiy temir biriktirish qobiliyati va transferin miqdorini ortishini ko'rishimiz mumkin. Temir tanqislik anemiyalarida instrumental usullardan asosan temir tanqislik anemiyasini boshqa kasalliklardan differensial diagnostika qilish maqsadida foydalanishimiz mumkin. Bunda ichki organlarni, oshqozon ichak traktlarini ultrazvuk tekshiruvlari orqali yoki endoskop usullari orqali aniqlab differensial diagnostika o'tkazishimiz mumkin. Quyidagi slaydda sog'lom bola qonidagi eritrotsitlarni mikroskop ostida ko'rinishi keltirilgan va bu slaydda temir tanqislik anemiyasi bo'lgan bola qonidagi eritrotsitlarni ko'rinishi. Temir tanqislik anemiyasining davolashda asosiy maqsadlardan biri bu gemoglobin darajasini tiklash, temir zaxiralarini to'ldirish, ya'ni ferritin miqdorini ortishini ta'minlash, kasalliklarni retsidivlarini oldini olish va bolani umumiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarni bartaraf etish hisoblanadi. Asosiy choralaridan biri bu temir preparatlarini qabul qilish, etiologik omillarni bartaraf etish, ya'ni bola agar sun'iy ovqatlanadigan bo'lsa, adaptirlangan sun'iy sutlardan foydalanish va erta qo'shimcha ovqatlar kiritish. Oshqozon ichak trakti kasalliklari bo'lgan holatlarda vaqtida davolash, parhez terapiyalar tavsiya qilish va profilaktik choralarni o'tkazish. Temir tanqislik anemiyalarida medikamentoz davo choralaridan asosan 1 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun ona suti bilan emizishni tavsiya etish va moslashtirilgan sun'iy aralashmalar bilan oziqlantirish. 1 yoshdan katta bolalar uchun temirga boy ozuqa mahsulotlari, to'yimli oqsil manbalari, ya'ni go'sht, tuxum tarkibida temir saqlovchi mahsulotlarni ko'proq qabul qilish, vitamin va mikroelementlarga boy mahsulotlarni yetarli miqdorda iste'mol qilish tavsiya etiladi. Quyidagi slaydda temir saqlovchi mahsulotlar keltirilgan, asosan mol go'shti, jigar, qo'y go'shtlari, sut mahsulotlari va tuxumlar keltirilgan. Endi medikamentoz davolashda temir preparatlarini qo'llashga misollar keltirilgan. Bunda maltafer, sirop tabletka ko'rinishida, sorbifer tabletka ko'rinishida, ferumlek, sirop ampulla ko'rinishlarida, gemafer sirop ko'rinishlarida bolalarda temir tanqislik anemiyalarida keng qo'llaniladi. Bundan tashqari parenteral temir preparatlarini qo'llash uchun ham asosiy prinsiplarga yondashishimiz zarur. Bunda og'iz orqali preparatlarni qabul qila olmagan holatlarda, ichak so'rilishi buzilishi holatlarida va juda og'ir anemiya holatlarida biz parenteral temir preparatlaridan foydalanishimiz mumkin. Bu preparatlar ferinjekt, vinafer, kosmofer preparatlari. Quyidagi preparatlar juda kuchli ta'sir doirasiga ega bo'lganligi uchun albatta shifokor nazoratida faqat statsionarda qo'llanilishi tavsiya etiladi. Profilaktik choralardan asosan homilador ayollarda temir tanqislik holatlarini davolash va profilaktika o'tkazish. Ayniqsa emizukli onalarga temir preparatlarini uzluksiz qabul qilish tavsiya etiladi. Laktatsiya davrida asosan davomiy uzluksiz temir preparatlarini qabul qilish tavsiya etiladi. Tug'ma sog'lom bolalarda 4 oylikdan boshlab profilaktik dozalarda temir preparatlari berish tavsiya etiladi. Lekin muddatdan oldin tug'ilgan bolada vazn yetishmovchiligi yoki sun'iy ovqatlanadigan bolalarda o'sha 1 oyligidan boshlab temir preparatlarini berish tavsiya etiladi. Ayniqsa sun'iy oziqlantiradigan bolalarda maksimal darajada adaptirlangan sun'iy aralashmalar berish va temir bilan boyitilgan aralashmalar va temir mahsulotlarini qabul qilish tavsiya etiladi. Bugungi temir tanqislik anemiyasi mavzusida ma'ruzaga tegishli bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi.
E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.